Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Turkiya an'analari va zamonaviy yondashuv uyg'unligida ishlab chiqilgan. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Isroil alamini endi G'azodan olmoqchimi? Netanyahudan dahshatli bayonot yangradi. Yaqin Sharqda yangi diplomatik mojaro boshlanmoqdami? Tramp Ummonga harbiy kuch ishlatish bilan tahdid qildi. Dunyo 2030-yilgacha anomal issiq davrini boshdan kechiradi. BMT. Tehron katta tayyorgarlik ko'ryaptimi? Yer osti tunnel tarmoqlarida misli ko'rilmagan faollik kuzatilmoqda. Putin Qozog'istonda, uning korteji qattiq qo'riqlanmoqda. Isroil armiyasi alamini endi G'azodan olmoqchimi? Netanyahudan dahshatli bayonot yangradi. Netanyahu G'azoni bosqichma-bosqich to'liq egallash ehtimoliga ishora qildi. Isroil bosh vaziri G'azo sektoridagi harbiy operatsiyalar haqida gapirar ekan, Isroil nazorat ostidagi hududlar ulushi oshib borayotganini ma'lum qildi. Biz hozir G'azo sektorining taxminan 60%damiz. Avval 50% edik. Hozir 60% ga o'tdik. Mening ko'rsatmam oldinga yurish degan Netanyahu. Shundan so'ng zalda o'tirgan ayrim ishtirokchilar 100% deb qichqirishgan. Bunga javoban Netanyahu shoshilmang, tartib bilan boraylik. Avval 70%, keling shunday boshlaylik degan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Isroil armiyasi G'azo sektorining qariyb 60% hududini nazorat o'rnatgan. Netanyahuning aytishicha, endi asosiy maqsad nazorat zonasini 70% gacha kengaytirish hisoblanadi. Isroil hukumati bu siyosatni xavfsizlik zarurati bilan izohlamoqda. Tel Avivning ta'kidlashicha, 2023-yil 7-oktyabr voqealaridan keyin G'azo yana Isroil uchun harbiy tahdid manbaiga aylanishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Shu sababli Isroil armiyasi tampon hududlar yaratish va strategik nuqtalarni doimiy nazorat ostida ushlab turishga intilmoqda. Biroq Falastin tomoni hamda xalqaro tashkilotlar bu rejani keskin tanqid qilmoqda. Ularning fikricha, nazorat hududlarining kengayishi 100 minglab falastinliklarning yashash hududlari qisqarishiga va gumanitar vaziyatning yanada og'irlashishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, Isroil mudofaa vaziri Isroil Katz avvalroq G'azo aholisining bir qismini hududdan ko'chirish bilan bog'liq takliflarni tilga olgan edi. Bu esa xalqaro hamjamiyat orasida qo'shimcha xavotirlarni kuchaytirgan. Tahlilchilar e'tiborini tortayotgan eng muhim jihat shundaki, Netanyahu 70% maqsadini tilga olgan bo'lsa-da, zalda yangragan 100% chaqiriqlarga qat'iy rad javobini bermagan. Shu sababli ayrim ekspertlar Isroilning uzoq muddatli strategiyasi G'azo sektorini yanada kengroq nazorat qilishni nazarda tutishi mumkinligini istisno etmayapti. Yaqin Sharqda yangi diplomatik mojaro boshlanmoqdami? Tramp Ummonga harbiy kuch ishlatish bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp agar Ummon Eron bilan Hormuz bo'g'ozi ustida nazorat o'rnatish uchun hamkorlik qilsa, unga qarshi harbiy kuch ishlatish bilan tahdid qildi. 27-may kuni bo'lib o'tgan hukumat yig'ilishida jurnalist Trampdan Ummon va Eronning strategik suv yo'lidagi savdoni nazorat qilishi g'oyasiga munosabatini so'radi. Eron va Ummonga bo'g'ozni nazorat qilish imkonini beruvchi qisqa muddatli bitimni qabul qilasizmi deb so'radi u prezidentdan. Tramp bunga kutilmagan tahdid bilan javob qaytardi va bu strategik suv yo'lini hech kim o'zboshimchalik bilan nazorat qila olmasligini ta'kidladi. Uni hech kim nazorat qila olmaydi. Bu xalqaro suvlar hisoblanadi va Ummon ham xuddi boshqalar kabi o'zini munosib tutishi kerak. Aks holda biz ularni portlatishimizga to'g'ri keladi, dedi u. Dastlab Tramp shunchaki adashib Eron o'rniga Ummon deb yuborgan bo'lishi mumkinligi haqida taxminlar paydo bo'ldi. Biroq keyinchalik AQSh davlat departamenti ijtimoiy tarmoqlarda ushbu bayonotning aynan arab davlatiga ishora qilingan matnini ulashdi. O'zining betarafligi bilan tanilgan Ummon Hormuz bo'g'ozini nazorat qilishda Eronga qo'shilish istagi borligini hech qayerda bildirmagan. Qolaversa, AQSh va Ummon 200 yildan ortiq tarixga ega yaqin ittifoqchilar hisoblanadi. Ikki davlat o'rtasida ko'plab kelishuvlar, jumladan xavfsizlik sohasidagi sheriklik, erkin savdo bitimi, fan va texnologiyalar bo'yicha hamkorlik shartnomalari mavjud. Trampning 27-may kungi ochiqchasiga qilgan ushbu tahdidi uning tashqi siyosatida harbiy kuchga tobora ko'proq tayanayotganini ko'rsatadi. Dunyo 2030-yilgacha anomal issiq davrini boshdan kechiradi. BMT.
Iqlim inqirozi kuchayib borayotgani sababli 2030-yilgacha dunyoda rekord darajada deyarli muqarrar issiq davr kuzatiladi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon meteorologiya bo'limi xabar berdi. Tashkilot hisobotiga ko'ra, global harorat rekordi hatto 2027-yilning o'zidayoq yangilanishi mumkin. Mutaxassislar bu yil oxirida El Nino iqlim hodisasi boshlanishini kutmoqda. Bu esa yer atmosferasida haroratning yanada oshishiga olib kelishi mumkin. Hisobot Britaniyaning Met Office markazi tomonidan tayyorlangan bo'lib, unda 2026-2030 yillar orasidagi kamida bir yil 2024-yilni tarixdagi eng issiq yil sifatida ortda qoldirishi ehtimoli 86% ekani aytilgan. Shuningdek, keyingi 5 yillik o'rtacha harorat sanoat istiqbolidan oldingi davrga nisbatan 1,5 darajadan yuqori bo'lishi ehtimoli 75% ga baholanmoqda. BMTning iqlim bo'yicha rahbari Simon Still Yevropa va boshqa hududlardagi kuchli jazirama iqlim inqirozining insonlar va iqtisodiyot uchun qanchalik xavfli ekanini yana bir bor ko'rsatganini ta'kidlagan. Mutaxassislar fikricha, issiqxona gazlar chiqindilari, ayniqsa neft, gaz va ko'mir yoqilishi tufayli atmosferada uglerod miqdori ortib bormoqda. Bu esa kuchli issiq to'lqinlari, qurg'oqchilik, bo'ron va suv toshqinlari kabi ekstremal ob-havo hodisalarini ko'paytirgan. Hisobotda aytilishicha, hozirning o'zida global isish har daqiqada taxminan bir insonning hayotiga ta'sir qilmoqda. Agar chiqindilar keskin kamaytirilmasa, bu ko'rsatkich yanada ortadi. Arktika hududi keyingi 5 qish mavsumida odatdagidan 2,8 daraja issiqroq bo'ladi. Bu esa mintaqa dunyo o'rtacha ko'rsatkichidan 3 barobar tezroq isib borayotganini anglatadi. Tehron katta tayyorgarlik ko'ryaptimi? Yer osti tunnel tarmoqlarida misli ko'rilmagan faollik kuzatilmoqda. Eron, AQSh va Isroil zarbalaridan keyin yer osti raketa bazalarini tiklashga kirishdi. AQSh va Isroil tomonidan amalga oshirilgan keng ko'lamli havo zarbalaridan keyin Eron o'zining mashhur yer osti raketa infratuzilmasini qayta ishga tushirish uchun faol harakat boshladi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari va bir qator xalqaro manbalar ma'lumotlariga ko'ra, sulh davridan foydalanayotgan Eron harbiylari kamida 18 ta raketa poligonidagi 50 dan ortiq tunnel kirish joylarini qayta ochishga muvaffaq bo'lgan. Buning uchun yuzlab tonna tosh va beton qoldiqlarini olib tashlayotgan buldozerlar, ekskavatorlar hamda og'ir yuk mashinalari safarbar etilgan. Ma'lum bo'lishicha, AQSh va Isroil zarbalarining asosiy maqsadi raketalarni to'liq yo'q qilish emas, balki tog' ichidagi tunnel kirishlarini qulatib, raketa uchirish qurilmalarini yer ostida qamab qo'yish bo'lgan. Shu sababli ko'plab raketalar va mobil uchirish tizimlari jismonan saqlanib qolgan, ammo ularga kirish imkoni vaqtincha yo'qolgan edi. Endilikda Eron aynan shu kirish yo'llarini ochib, raketa arsenaliga qayta ega bo'lishga urinmoqda. Sun'iy yo'ldosh suratlarda Tabriz, Xameyn va Kirmonshoh yaqinidagi raketa bazalarida faol qurilish ishlari kuzatilgan. Ayrim tasvirlarda tunnel og'zidan toshlar olib chiqilayotgan yuk mashinalari, boshqalarda esa kirish qismlarini qayta mustahkamlash ishlari aks etgan. Tahlilchilarning fikricha, Eron qisqa vaqt ichida o'zining raketa kuchlarining katta qismini yana jangovar holatga qaytarishi mumkin. Harbiy ekspertlar ta'kidlashicha, Eronning raketa shaharlari deb ataluvchi maxfiy yer osti majmualari dunyodagi eng murakkab harbiy tunnel tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ayrim bazalar 500 metrgacha chuqurlikda joylashgan bo'lib, ularda o'nlab kilometr uzunlikdagi tunnellar, raketa omborlari, mobil uchirish maydonchalari va qo'mondonlik markazlari mavjud. Eron rasmiylari avvalroq mamlakatning deyarli barcha hududlarida bunday bazalar mavjudligini bildirgan edi. Putin Qozog'istonda, uning korteji qattiq qo'riqlanmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Qozog'istonga rasmiy tashrifi chog'ida uning Ostonadagi kortejiga tomada pulemyotchi uchun joy bo'lgan zirhli avtomobil, radioelektron kurash tizimi o'rnatilgan mashina va vertolyot hamrohlik qildi. Video yozuvlarni o'rganib, tahlilchilar bilan suhbatlashgan agentство nashri shunday xulosaga keldi. Osin tahlilchisi Kirill Mixaylovga ko'ra, Putin Ostonadagi Mustaqillik saroyiga yo'l olgan paytda uning limuzinini 14 ta mototsikl va 20 ga yaqin avtomobil qurshab borgan. Kortejning oxiridan harbiy mashina katta ehtimol bilan tomida pulemyotchi uchun pozitsiyachi bo'lgan Alan zirhli avtomobili ham kuzatib yurgan. Shuningdek, Conflict Intelligence Team tashkiloti ham ushbu mashina pulemyoti yechib olingan yopiq pulemyot tureliga ega oddiy zirhli avtomobilga o'xshashini qayd etgan. Mixaylovning baholashicha, kortejdagi boshqa bir avtomobilning tomida esa radioelektron kurash tizimi bo'lishi mumkin bo'lgan qurilma o'rnatilgan. CIT'ning ismi oshkor qilinmagan vakilining fikricha, ushbu konstruksiya ham radioelektron xalaqit berish vositasi ham qandaydir aloqa qurilmasi bo'lishi mumkin. Shuningdek, e'lon qilingan kadrlarga ko'ra, Putin
limusin kortejining harakatlanish yo'nalishiga olib chiquvchi yo'llarni to'sib turgan zirhli mashinalardan tashqari prezident avtomobillari o'tadigan yo'l bo'ylab avtomatlar bilan qurollangan kamuflyaj kiyimidagi harbiylar ham joylashtirilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.